uchrashuvimiz ishtirokchilari bugun Agrobank 4 filialida mijozlar uchrashuv tashkil etganmiz. Bunda o'zing qiziqtirgan savol bo'lsa beraverasizlar. Qiziqtirgan savol bo'lsa. Hammasi tushunarli? Unutmayman. 12 milyon so'mlik biznesga ko'mak ajratiladi. O'zimizda deyishli mahallalarda muomalalar layoqatli, oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan, o'zimizdan qilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bankka kiritilgan mahallalardan tanlab olinadi. Qaysi mahallasi? Noy mahalla bizning Agrobankka kiritilgan. Bunda muddatlilik ta'minlanganlik shartlari asosida kredit tarif hisobga olingan holda faqat muddati o'tgan kredit qarzdorligi mavjud bo'lmagan hollarda ajratiladi. Operatorlar guruhining ijodiy xulosasi shart qiladi. Muddati 48 oy, 6 oy, imtiyozlar yillik 25%, xotin-qizlar uchun 23% dan ajratiladi. Muddat talab etiladi. Shaxs tasdiqlovchi hujjat o'zini o'zidan qilgan to'g'risidagi ma'lumotnoma, hokim yordamchisi tomonidan mijozning faoliyatlari bo'yicha tavsiyanoma, kredit ta'minot hujjatlari. Bundan tashqari o'zini o'zidan qilgan jismoniy shaxslara 5 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarimiz bor. Bunda 1 yilgacha o'zini o'zidan tekkan fuqarolar 1 yilgacha 25% dan ajratiladi. Pasportdagi ID karta o'zini o'zidan qilganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma talab etiladi. Keyin yuridik shaxslarimiz uchun 312-qaror bo'yicha kreditlarimiz bor. Bunda tuman toifasidan kelib chiqqan holda ajratiladi. Foizi bizning Ko'kko'l tumani 3-toifaga bo'linadi. 21%, xotin-qizlar uchun 19%. 7 yil muddati 3 yil imtiyozlar bilan ajratiladi. Aylanma mablag'lar bo'ldirish 18 oy, 6 oylik imtiyozlar bilan ajratiladi. 100 million so'mgacha tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi resursi hisobidan 100 million so'mga yuqori 300 million so'mgacha bo'lgan qismi o'z mablag' hisobidan ajratiladi. Ro'yxatda o'tgan faoliyat yuritayotgan, ya'ni 1 yildan kam bo'lmagan, ijodiy kredit tarixiga ega bo'lgan yuridik shaxslar ajratiladi.